Do'stlar, mana shu ikki takım mashina Mercedes bilan Nissan sotiladi. Agar Krasnoyarskga kimga interesni bo'lsa, men pastga nomerlarni yozib qo'yaman, adresni yozib qo'yaman, kelib ko'rishinglar mumkin. Mashinalarning состояние idealni, вообще zo'r состояниеga. Bu videoni do'stlar maksimal podelиться qilib tarqatamiz, like bosib. Men bu mashina obzorini hozir ko'rsataman, ko'rasizlar. Kelasizlar shu magazinga. Любой narsa tovardan bu. Любой xil kalit deysizlarmi, tuman kalit deysizlarmi, farqi yo'q. Любой narsa bu akkumulyatormi? Yana kelasizlar, mana bu yoqqa tag'in bu. Mana bu gayka diyorlar, shurupovoy, bolgarka, mana bu sivitlarning har xili bu. Mana o'timdan kelganga normal skidka qilib beriladi. Mana aka. Bu hamma narsa bu, har xil razli naborlar bu. Kalpakka qiziqayotganlar mana kalpaklargacha bu yoqqa. Hamma narsa bu. Interesni bilasizlar, malatok kerak do'stlar. Bu malatok bunaqa biron joy ko'rganmisizlar? Mana malatokni ko'ryapsizlar. Mana malatok. Hamma narsa bu chihol deysizlarmi, boshqa narsami? Bundan o'tsa. Ventilyator deysizlar, mana mashina hozir havo siqib qo'yib olasizlar, ketdi, yaxtakkina. Короче, hamma narsa bor do'stlar, kelaverasizlar.